Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rivoyat qilinishicha, bir ovchi halol rizq istab ovga chiqdi. Qarmog'ini tashlab qo'ydi, ammo hech narsa ilinmadi. Shunda ovchi Alloh taologa iltijo qila boshladi. Chunki uyda bolalari ochlikdan qiynalayotgan edi. Quyosh botishiga ozgina vaqt qolganda Alloh taolo unga katta bir baliqni rizq qilib berdi. Ovchi Alloh taologa hamd aytdi. Baliqni olib xursand bo'lib uyiga jo'nadi. Shu kuni bir podshoh ham sayr qilishga chiqqan edi. Ovchini ko'rib, uning oldiga keldi. Ovchining qo'lidagi baliq podshohga yoqib qoldi. U zo'rlik qilib baliqni tortib oldi-da, qasriga qaytib ketdi. Malikaning oldiga kirib maqtanmoqchi edi. Baliq birdan tipirchilab podshohning barmog'ini tishlab oldi. Podshoh og'riqdan tuni bilan uxlay olmay chiqdi. Ertalab tabib chaqirishga majbur bo'lishdi. Tabib kelib, barmoqni kesmasa bo'lmasligini aytdi. Barmoq kesildi, lekin og'riq to'xtamadi. Baliqning zahri qo'lga o'tib bo'lgan edi. Qo'lni bilakkacha kesishdi, lekin og'riq to'xtash o'rniga battar kuchaydi. Podshoh baqirib faryod sola boshladi. Tabiblar yana maslahat qilib, qo'lni butunicha kesib tashlashdi. Podshoh og'riqdan qutuldi, lekin uning ko'ngli notinch edi. Tabiblar muammo nimada ekanini tushunib, qalb tabiblarining oldiga borishni maslahat berishdi. Podshoh bir hakim zotning oldiga borib, bo'lib o'tgan voqealarni aytib berdi. Hakim, o'sha ovchi sizni kechirmaguncha qalbingiz xotirjam bo'lmaydi, dedi. Podshoh ovchini qidirib topib, boshidan o'tganlarini aytib, undan kechirim so'radi. Ovchi uni kechirdi. Shunda podshoh, baliqni olib ketganimdan keyin nima degan eding, deb so'radi. Ovchi, hech narsa demadi. Faqat Allohim u menga kuchini ko'rsatdi. Sen ham unga o'z qudratingni ko'rsat, deb duo qilgan edim, dedi.